أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده تعالى حمد الشاكرين ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحابته ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من الراشدين آمين. أما بعد. Bugünkü dersimiz sahabe-i kiramlardan Ja'far ibn Abi Talib radıyallahu anhu bilan tanışıp çıkış. وَمَنْ كَجَعْفَرٍ ibn Abi Talib, Ja'far ibn Abi Talib radıyallahu anhu'da kim var? اِقْتَعَدَ فِي حَيَاتِهِ غَارِبَيْ الْمَجْدِ وَالسِّيَادَةِ. Hayatıda ulug'luq ve ho'juluq mo'risiga o'ltagan, taxtada o'ttagan degandek. G'arib degan bo'yin, mo'ra degan bo'ldi. Alqal habla ala g'aribi, ag'amchisini mo'risi tashlab qo'ydi, ya'ni qo'yib yotdi degan ma'noda. Kama nala ba'da jihadihi ve jiladihi fadlat tadhiyati ve shahadati. Shundaqla u islomiyat yo'lida jihad va ig'ir kulfatlarga qarta chidamchanligidan keyin fidokorlik va shahodat fazilatiga erishgan. O'zini qurbon qilish va shahodat fazilatiga erishgan. Jalad ya'ni as-sabr alal makruh degan gap. Chidamchanlik. Bal innahu alamul mujahidin al munadilin. Balki o kurashchan mujahidlarninki eng mashhurlardan, ko'z ko'ringanlardan. Al mudahhina bin nafsi wan nafisi fi sabili az-zawdi an hayadid din. Dinning qo'g'daydigan har qanday muqaddasatlarni barligini qo'g'dash yo'lida jinini va qimmatlik mol-mulki bulamdi har qanday azlaydigan narsani qurbon qilganlardanti. Innahu Ja'farun Abu Abdullah. U bo'lsa-mu Ja'far radhiyallohu anhu. Kunyati Abu Abdullah. İbn ammi Rasulullah sallallahu alayhi vasallam. Rasulullah sallallahu alayhi vasallamning tağısının oğlu. Ve ahu Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu. Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu'nun qarindişi. Aleyhima rıdvanullah. Allah Teala her ikisinden razı olsun. Ve huve esennu min Ali radıyallahu anhu bi 10 sinin. Ja'far radıyallahu anhu Ali radıyallahu anhu'dan 10 yaş çoğunlaydı. Ve thalithul akhawayni Aqilun. Qarindoshning 3-chi yana bir tuqqani Aqil bulab wulidu thalathatuhum min Fatimata bint Asad ibn Hashim ibn Abd Manaf. Bularning uchilisi Fatima bint Asad tuqqan balladur. قال ابن إسحاق أسلم جعفر بعد 31 نفسا. ابن إسحاق سيرة وغزات تاريخini yazgan meşhur tarihşünaslarning birisi. Magazi degan kitap bu. Ja'far radhiyallahu anhu 31 kishidan keyin musulmon bo'lgan deb qayd qildi. Lekin Hasan ibn Zayd va Hasan ibn Zayd kim desanglar? Hasan ibn Zayd ibn Hasan ibn Ali radhiyallahu anhuma. Hazreti Ali radhiyallahu anhu'nun o'g'li Hasan radhiyallahu anhu'nun o'g'li Zaydning o'g'li Hasan. Nafisa radhiyallahu anhaning dadasi. Madinaga vali bo'lgan bu kishi. Yaqulu inna aliyan awwala zakarin aslama. Bu kishi debdi, yani shu Hazrat Alining nevrisi, bu ham Ali radhiyallahu anhu tunji bo'lib musulmon bo'lgan erkeklardan. Sonra aslama Zayd. Undan keyin Zayd radhiyallahu anhu musulmon bo'lgan, undan keyin sonra Ja'far. وكان أبو بكر رضي الله عنه الرابع أو الخامس. أبو بكر رضي الله عنه توتنجي ياكي بشينيسي بوغان. وإيما كان قنال ممسون فإن جعفرا كان في طليعة المصدقين برسالة سيد المرسلين. Hazreti Ja'far payg'ambarlarning xo'jisi bo'lgan Muhammad sallallohu alayhi vasallamning payg'ambarligiga tunji bo'lib ishonganlarning oldi qatorida turdi. El-mutafanina fi sabili izhari dinihi ala kulli din. Aş payg'ambar elkagan haq din islomni butun batil dinlarning ustidan g'olib qilish yo'lida o'zini qurbon qilganlarning oldi sepidan o'rin olgan. Hajar Ja'farun al-hijratayn. Ja'far radhiyallahu anhu 2 qatim hijratga chiqqan. 2 qatimga hijratga qatnashgan. Va hajara min al-Habashati ila al-Madina. Habashistondan Madinaga hijrat qilgan.
Habastonga shtatim hijrat qilgan. Habastondan yani Madinaga hijrat qilgan. Fawafal muslimina wa hum ala Khaybara ithra akhdha. U Madinaga yetib kelgan chaqda musulmonlar Xaybarni fath qilib turishiga ular shu Xaybardagi chaqda yetib kelgan. Fa aqama bil madinati ma sha Allohu an yuqim. Şo'lan Madinada ma'lum muddat turgan. Mashallah, ya'ni Alloh xohlagan muddat, ya'ni ma'lum muddat demakchi. Ma'lum muddat Madinada turdi. Thumma amarahu Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ala jayshi ghazwati Mu'tata bi nahiyatil Kark. Undan keyin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uni Kark tarafidagi bir joyning ismi Mu'ta g'azoti uchun atlangan qo'shinga qo'mondan qilib tayinladi. Fastashhada ba'da tuli jihadin va jaladin. U uzun muddat kurash qilib, jihad qilib va chidamchanlik ko'rsatgandan keyin shahid bo'ldi. Va ba'da an abla fi munadalatil a'da'i ahsanal bala. Dushman bilan kurash qilishda, tutishda eng yaxshi xizmatlarni ko'rsatgandan keyin shahid bo'lib ketdi. وما كان رسول الله يسر السرور كله بقدومه حتى حزن الحزن كله لنبأ وفاته. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uning kelishiga shunda xushal bo'lib turishiga orqadan uzun o'tmaylam uning vafot bo'lgan xabari uchun qayg'urdi. Wal ana nanshuru amama aynayk. Endi biz hozir sen ko'z oldingda ayyuhal qari o'qirman صفحة مشرقة يتجلى لك فيها شخص جعفر بن أبي طالب. Senin aldığında Cafer ibn Abi Talib radıyallahu anhu'nun şahsiyeti, karakteri iniq bo'ladigan nurane bir sapini açımız, yayımız. Ve huve yuqari'u husuma dinihi bilisani. Cafer ibn Abi Talib'nin şahsiyeti şunda iniq tecelli olab namayan kılıdı ki o İslam dininin düşmanları bilen tili bilan mı elişivatkan fi meydanil jidal bas munazara meydanda tili bilan elişivatkan muqara'atuhu lahum sayfihi fi meydanil qital. Jang maydonida din düşmanlari bilan shamshirni ko'targuncha qanda tutishgan bo'lsa, munozara maydonidami tili bilan din düşmanlari bilan elishayotgan holatdagi shaxsiyatini aniq bayon qilib beramiz. Qala ibn Mas'ud radhiyallohu anhu بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي 80 رجلا. Bizni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Najashining huzuriga 80 kishi qilib avatdi. Makkadagi mushriklarning aziyati chekidan ishib ketgan chaqda Najashidek bir adil podshohning huzurida bir muddat panohlanib turinglar deb 80 kishini Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Najashining huzuriga avatgan. Ya'ni shu Epopiya Habashistonga avatgan. أنا وجعفر وأبو موسى وعبد الله بن عرفطة. منه جعفرنا أبو موسىنا وعبد الله بن عرفطنا وعثمان بن مطعون قطرلق 80 kishini Najashining huzuriga avatdi. وبعثت قريش عمرو بن العاص وعمارة بن الوليد بهدية. Bu ikkilanni Quraysh so'g' salomlar bilan bizni qaytarib kelish uchun Najashiga avatdi. فقدم على النجاشي. Bu ikkilan kelgan chaqda Najashining huzuriga falamma dakhala sajada lahu. Uning huzuriga kirgan chaqda sajda qilib ta'zim bajo keltirdi. Wabtadarahu faqada wahidun an yaminihi wal akharu an shimalihi. Ular oldirganicha darhol berib birisi o'ng tarafida, biri so'l tarafida o'tirib oldi. Yani Najashining ishkiyinda ikkilan o'tiribdi. İbtidar degan oldirab yugurdi degan ma'noda. فقال إن نفرا من قومنا نزلوا بأرضك. Najashiga munda shikoyat qildi. Bizning qavmimizdan, qavm jamoatimizdan, millatimizdan bo'lgan bir guruh kishilar o'zlarining zaminlariga tushibdi. Farag'ibu an millatina. Bizning dinimizdan o'zini qochirib, yuz o'ribdi. Qala wa aynahum. Ular qayerda? Qalu bi ardik. O'zlarining zaminlarida ekan. Fa arsala fi talabihim. Shuna ularni ekaldirish uchun odam avatdi. Faqala Ja'far ana xatibukum. Shuna bulanda Qurayshdan shu ikkilan bizni qaytirib olib ketish uchun ketdi degan chaqda podshoning huzuriga berishdan burun Ja'far radhiyallohu anhu bugun men sizlarning bayonotchanlar bo'lay, so'zni men qilay debdi. Fattabau. Shuna hammaylar Ja'farga ergishib
mangdi. Fadakhala fasallam. Padişahning huzuriga kirib salom bergandan keyin faqalu ma laka la tasjudu lil malik. Ular sen nima uchun padişahga sajda qilmaysan? Qala inna la nasjudu illa lillah. Biz faqat Allohga sajda qilamiz. وَلِمَ ذَاكَ Buning uchun qala innalloha arsala fina rasula. Alloh taolo bizning aramizdan bir payg'ambarni avatdi. Va amarana alla nasjuda illa lillah. Bizni faqat Allohga sajda qilishga buyurdi. Boshqasiga sajda qilmaslikka buyurdi. Va amarana bis salati va zakat. Bizni yana namoz o'qishga, zakat ado qilishga buyurdi dedi. Faqala Amr mandub Quraysh. Qurayshning vakili, Quraysh avatgan kishi demakchi mandub. Qurayshning elchisi Amr ibn al-As dedi: "Innahum yukhalifunakum fi ibn Maryama va ummi." Ana bu Najashining va xristianlarning achchig'ini keltirib, musulmonlarga zarb berish uchun Amr bunda chora qo'llangan. Bular, ya'ni bu musulmonlar sizlarning e'tiqodinglardagi Maryam va uning o'g'li Isa haqida boshqacha sizga o'xshamaydigan e'tiqodda bunun başka e'tiqodi bor debdi. Qala ma taquluna fi ibn Maryam va ummi. Ular Najashi unda qolsa sizlar Isa va uning onasi Maryam haqida nima deysizlar? Qala Ja'far radhiyallohu anhu naqulu kama qala Allah. Alloh taolo nima degan bo'lsa biz shuni deymiz. Ruhulloh va kalimatu. Bu Allohning ruhi va so'zi. Alqaha ilal azra al batul. To'y qilmay butunlay ibodatga yuzlangan pok qiz Maryamga tashlagan Allohning so'zidir. Allati lam yamassaha bashar. Inson yaqin kelib baqmagan shu Maryamga tashlagan so'zidir. Alloh taolo shunda deganki biz shunda deymiz. Qala Mas'ud radhiyallohu anhu farafa an-Najashi 'udan min al-ard. Shundan Najashi yerdan bir tal tayoqni ko'tarib va qala debdi: "Ya ma'shar al-habasha wal qissisina var ruhban." Ey habashlar jamoasi, rohiblar jamoasi, poplar jamoasi, qissisina xristianlarning qatovashlari, cho'ng martabalik ulamolarni ko'rsatdi. Ma turidun? Sizlar nima qilmoqchi? Ma yasuni hada? Men buningdan bearam emas. Men buning qarshi emas, buni tanqid qilmayman. Ashhadu annahu rasululloh. Men ashu Makkada chiqqan payg'ambarning Allohning payg'ambari ekanligiga guvohlik beraman. Va annahu allazi bashshara bihi Isa fil Injil. Isa alayhisalomga Injilda bishorat bergan payg'ambar ashu deb qarayman. Vallohi, Alloh bilan qasamki, laula ma ana fihi minal mulki la ataytu. Allah bilan qasamki, navoda men mushunda bir podshoh bo'lib qolmagan bo'lsam, cho'qim uning oldiga borgan bo'lardim. Fa akunu ana allazi ahmilu na'alayhi va uwaddi'u. Huzuriga berib, kashini ko'tarib, tart oldirib qo'yib, tartiga suv beradigan kishi men bo'lgan bo'lardim. Xizmatini qilgan bo'lardim, dedi. Va qala inzilu haythu shi'tum. Najashi yana dedi, sizlar xohlagan joyingizda turinglar. Ve amara bi hadiyetil akharina faruddat alayhima. Şundan Qurayshning elib kelgan so'z-salomlarni o ishkalinga qaytaritishga buyurdi. Ve hadihi Ummu Salama alayha ridwan. Mana bu Ummu Salama. Ummu Salama radhiyallohu anha mu Makkadan Habashistonga hijrat qilgan katta sahaba ayollardan. Tulqi ba'dal alwan min al-idah wal bayan ala hadhihi al-hijra. Shu chaqda ular qilgan mush hijratni biroz ochiqlab, shu hijrat haqida tushuncha berib, mundaq deydi. Lamma daqat alayna Makka, bizga Makka tar kelgan chaqda, va udiya ashabu Rasululloh sallallohu alayhi vasallam va futinu. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sahabalari azab berilib, dindan yandirish urinishlariga duch kelgan chaqda, fitna degan dindan yandirish uchun hafilishni ko'rsatdi. Mushriklar bulan dinni yandırtmoqchi bo'lgan chaqda qala lahum Rasululloh sallallohu alayhi vasallam inna bi ardil habashati malikan. Habashistonda bir podshoh bor. La yuzlamu ahadun indahu. Uning huzurida hech kim zulmga uchramaydi. Falhaqu bi biladihi. Shuning diyoriga beringlar. Hatta yaj'alallohu lakum farajan va makhrajan. Taki Alloh taolo sizlarga bir chiqish yo'li qilib berganga qadar o'sha turinglar. Fakarajna ilayhi arsalan. Şundan biz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam buyrug'i bo'yicha top bo'lib, bo'linib Habashistonga chiqdik. Hammaylar 80 kishi biraqlanmaydi. Makka mushriklari ma'muzmaydi. Shuni bo'linib chandumay Habashistonga ketdik. Hatta ijtamana oxir biz ashada jam bo'ldik. Fanazalna bi khayri darin. Shuni biz eng yaxshi bir diyorga
tushdik. Ila xayri jarin, eng yaxshi bir panolanduvchining huzuriga tushdik. Ammanana ala dinina, bizning dinimizga chaqilmay xotirjam ibodat qilishimiz uchun kapolat qilgan yaxshi bir panogohning huzuriga tushdik. Ja degan qo'shna degan ma'noda bo'lishi mumkin. Eng yaxshi qo'shna yanada biz turyapmiz degan ma'noda, yana birisi panolanduvchi degan bo'lishi mumkin. Eng yaxshi qo'shna Aqamsoyning qishig'i tushdik. Eng yaxshi uyga va eng yaxshi qo'shnining qishida turib, dinimizni to'liq kapolat ostida xotirjam ado qilib o'tdik demoqchi. Va tazidu salamata alayha ridwan alwan hadha albayan fi khitam hadhihi alqissa. Salama radhiyallohu anha mushu ochiqlashini mushqisining oxirida texmo kengroq ochiqlab bunda bayon qildi. Inna najashi sa'ala wafdal muslimin. Najashi musulmonlar ummakidan so'di. Va ala rasim Ja'far. Ularning beshida Ja'far radhiyallohu anhu bordi. Hal ma'akum shay'un mimma ja'a bihi rasulukum? Sizlarning payg'ambaringlar ilib kelgan Qur'ondan azroq bir narsa bilamizlar? deb so'radi. Va kana qad da'a asaqifatahu. U, ya'ni Najashi eng cho'ng xristian ulamolarini to'plagandi. Asaqifa degan usqofning ko'pligi, Nasaralarning raislarininki amaldorlarining darajasi. Bu qissasidan cho'ngroq Mutrandan to'rrak bo'ldi. Fa amarahum fa nasharu al-masahifa hawlahu. Xristian ulamolarini jig'ab, ularni buyuribdi, ular kitoblarini atrofiga yaydi. Ya'ni Injillarni balki echib o'tgan bo'lishi mumkin. Faqala Ja'far, "Na'am, ha, Qur'ondan ba'zi oyatlarni bilaman." Va qara alayhim sadran min surati Al-Kahf demoqchi. Kaf ya ayn sad surasidan 5dan bir necha oyat o'qib berdi. Kaf ha ya ayn sad zikru rahmati robbika abdahu Zakariya إذ نادى ربه نداء خفيا. مش آيات لنا أخباده. ولا شك أن جعفرا أصاب المحز. شك شبهزك جعفر دل جاين تبته. المحز كسدان جاي دمكشه. ولم يختل المفصل. ويوم بيان قلب أيريدغان جاي دا خطا كتمده. ولم يجانبه التوفيق إذ قرأ عليهم. مش آيات أخوان شغدا و muvaffaqiyatsiz bo'lib qolmagan, aksicha nayt muvaffaqiyatli bo'lgan. Bu oyat qaysi? "Vazkur fil kitabi Maryama idin tabadat min ahliha makanan sharqiyya." ila oxir al-oyat al-karima. Mushayidning oxirini davomlashtirib o'qidi. Allati takshiful ghata. Bu oyatlar ustidagi qopni echib tashlaydi. Yopiqni echib tashlaydi. yoki tuvoqni echib o'tadi degandek. Va tuzihu ash-shakka wal khafa'a an qissati Maryam va Isa. Maryam va Isa alayhissalomning voqealigidagi shak va noma'lumlikni yo'qotadi. Azaha degan yo'ldan putlashgan narsani nere elib o'tganlik. Fatatajalla lin-nasi fi thawbay al-haqq was-sidq. Shundan bu qissa, bu voqealikning jarayoni xaloyiqqa haq va rostchilik tonida aniq ma'lum bo'ladi. Va man asdaqu minallohi qila. Alloh taoladan bakrak ras aytadigan birisi bormi? Va ma atamma Ja'farun tilawat al-ayatil karimat. Ja'far radhiyallohu anhu ash oyatlarni tilovat qilib bo'lmayla hatta baka vallahi an-najashi hatta akhdala lahyatahu. Alloh bilan qasamki, bu oyatlarni Najashi anglamaylam, saqili hul bo'lib ketgan qadar yig'lab ketdi. Va bakat asaqifatuhu hatta akhdalu masahifahum. Uning atrofidagi akagan ulamolarimo oldidagi injillari hul bo'lib ketgan qadar yig'lab ketishdi. ثم قال إن هذا الكلام لا يخرج من المشكات التي جاء بها موسى. مش söz Musa aleyhisselam elip kelgan aşu çırağdan çıkıdıken. Ve akbala biwajhi ala wafdil muslimin. Müslümanlar ümiki qarab turib, yüzünüp turib, liyaqula lahum ulagımda tıptı. İntaliqu raşidin. Sizlar çıraylıqça izzat ikram bilan qaytib ketinglar. Mishka degan kamaya ki pencere yurib chiqqan deriz degandek bu ikkinchi bu jin chirog'liga ishlatilgan. Ay Musa alayhisalom ilib kelgan nur manbasidan o'xshash chiqdi ekan shu so'zlar.
وأقبل بوجهه على وفد المسلمين ليقول لهم انطلقوا راشدين سلسلة إزدنلا ولن قيتنلا dedi. ونظر شزرا إلى عضوي وفد قريشның ikki elchisiga ko'zining qirida mansitmagan shaklda qarab, shazaran degan ko'zingda qir bilan ularni yoqtirmagandek qilib qarash. liyaqula lahuma la wallahi, yo'q Alloh bilan qasam deb ularga. la aruddahum alaykum, ularni sizlarga qaytarib bermayman. va la un'imukum aynan, sizlarni so'yindirmayman, xush qilmayman. fa kharaja min ladunhu tujalliluhum al-hazimatu was-sigar. Shundan uning huzuridan bu ikki elchi mag'lubiyat va xorliq qoplagan holatda chiqishdi. Tujallilu ya'ni qoplaydi. ولما عاد جعفر ومن معه إلى المدينة جعفر رضي الله عنه وأنهم بالله هجرة همراء مدينة qaytgan chaqda ولبث فيها ما شاء الله أن يلبث ma'lum muddat Madinada Rasulullohning huzuri tug'andan keyin amarahu Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ala jaysh g'azwati Mu'ta. Uni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Mu'ta g'azvati uchun atlangan qo'shinga qo'mondan qilib tayinladi. فأبلى في مجالدة الأعداء أحسن البلاء. Shundan dushman bilan urushish tutishda eng yaxshi xizmatlarni ko'rsatdi. ثم أكرم الله بنيل الشهادة في سبيل نصرة دين الله. Shundan Alloh taolo uni Allohning diniga nusrat berish yo'lida shahidlik martabasiga erishtirish orqali izzat ikrom qildi. Qala Damar radhiyallohu anhuma faqadna Ja'faran yawma Mu'ta. Mu'ta g'azotida qatnashgan mujohidlardan Ibn Umar radhiyallohu anhu voqealikni so'zlab berib, biz Ja'far radhiyallohu anhuni Mu'ta g'azotida yo'qitib qo'ydik. Fawajadna bayna ta'natin wa ramyatin bid'an wa 90. Albatta Ja'far radhiyallohu anhu bahodir palvonlardan qo'mondonni yo'qitib qo'yib izlab qarasak, biz uni 90 necha yeriga nayzi tiqilgan, shamshar tiqilgan yoki o'q tekkan holatda ko'rdik. Wajadna zalika fima aqbala min jasadihi. Bu yaralarning hammasininki badanning oldi tarafida bo'lganligini ko'rdik. Dalilu shajoatihi va jur'ati. Bu uning qaysarligi, shajoati va jasoratligininki isbotidir. Li'annahu la yuqatilu illa muqbilan ghayra mudbir. Chunki u faqatlam dushman tarafga yuzlanguncha urushida, qochmay dushman tarafga yuzlaniblam urush qilgan. Walamma sa'ala Rasululloh sallallohu alayhi vasallam an Ja'far. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Ja'far radhiyallohu anhu haqida so'rgan chaqda qala rajulun, ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Madinada bu qo'shinni saqlab turib qo'shin kelgandan keyin Ja'far radhiyallohu anhuninki shahid bo'lgan voqealikni so'zlab bergandan keyin qanday shahid bo'lganligini surish qilib so'radi. Albatta Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Ja'far radhiyallohu anhuning shahid bo'lib ketganligini Alloh tarafidan bilgan. Shuning uchun Ja'far radhiyallohu anhu shahid bo'lsa, Abdullah ibn Ravoha u shahid bo'lsa, Xolid deb hamman o'rlashtirib qo'ygan. Qala rajul ra'aytuhu hina ta'anahu rajulun, mujohidlardan biraylandida men uni ko'rgandim. Dushmandan biri uningga nayz tiqqan chaqda famasha ilayhi fir-rumh. Bu nayz tiqilgan holatda ashu dushmanning oldiga minib berib fadarabahu famata jami'an. Nayz tiqqan dushmanni chepib, har ikkisi tang o'ldi. Fayalaha min ayatin jadidatin natiqatin bi anna Ja'faran min tirazin jadidin fi ash-shaja'ati wal butula. Bu nima degan yangi va jalliq isbot ha? Bu isbot nimani isbotlaydi? Ja'farninki shajoat va baturlikda yangi bir shakldagi boshqa bir qahramon ekanligini so'zlab turgan isbotdir deydi. Ya laha, ya'ni bu qat'iy ajablanganligini ko'rsatdi. Illa yakun, agar unda bo'lmagan bo'lsa, ya'ni Allohida ashunda batur bo'lmaydigan bo'lsa, fa kayfa yastatu an yahjum ala khasmi ba'da an intazama ar-rumhu sadrahu va yadribahu fayamuta jami'an. Neyza maydasiga sanjilgandan keyin dushmaniga hujum qilib, uni chepib ikkisidan o'ladigan mashunda bir baturlikni qanday qila oladi? Qala Asma bint Umays zawj Ja'far radhiyallohu anhum,
Cafer'nin ayali Esma radıyallahu anha dedi. Dakhala aleyye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem feda'a bani Cafer. Cafer radıyallahu anhu şehit bulup ketkendan keyin bu haber Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin huzuriga kelgandan keyin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cafer'nin farzandlarini chaqirdi. Fara'aytuhu shammahum. Men Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin farzandlarimni purg'inini ko'rdim. Wa zarafat aynah. Resulullah'ın gözlerinden taramlab yaşıp gitti. Fakultu. Bunu görüp ben dedim, ya Resulullah, ebalagake an Cafer'in şey'un ve ayaletihe haberini okumagan çakken. Resulullah, Cafer'nin şehit bolgan haberini algandan keyin, Cafer'nin farzandlarının huzuruna kirip, ularını purap, gözlerinden taramlab yaşıp ketkenligini ko'rgandan keyin bu Cafer'ning ayoli Cafer gibi ish bo'ldimi, bir xabar keldimi o'zlarga deb so'radim dedi. Qala na'am qutila al-yawm. Ha, bugun o'ldirildi, shahid bo'lib ketdi. Faqumna nabki. Bu xabarni olgandan keyin biz yig'liq o'ltirdik. Wa raja'a faqala. Rasululloh qaytib ketib, isna'u li ali Cafer'in ta'aman. Cafer'ning oilasiga tamoq tayyorlab beringlar. Faqad shughilu an anfusihim. Bular o'zlaridan xabar qilolmaydigan bir ish bilan mashg'ul bo'lib qoldi. Perişanlıkta demakchi. Summa ar'ini basarak. Hamda siz men bilan obdan qarang. Ayyuhal qari, ey o'qirman. Litaqra ma'i an ibn Abbas fi Ja'far hadha al-hadith an-nabawi al-azim. İbn Abbas radıyallahu anhu'nun Cafer radıyallahu anhu hakkında so'zlab bergan mushu katta hadis sharifini men bilan birga o'qing. Bayna Rasululloh sallallohu alayhi vasallam jalisun. Bayna degan baynama degan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'tirgan holatdagi chog'da va Asma bint Umays qariba. Asma bint Umays yaqin yaditdi. İz qala ya Asma. Ya Asma, hada Cafer ma Jibril va Mikail. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Asma radhiyallohu anhaga shunday dedi: "Ey Asma, mana bu Cafer Jibril bilan Mikail bilan billah. Marra fa akhbarani annahu laqiya al-mushrikeen yawma kaza va kaza." Cafer uning oldimdan Jibril va Mikail bilan birga o'tib, menga so'zlab berdiki, u mushriklar bilan falon kunda, ya'ni falon kunda tutishdi. Fasallam. Yani Cafer bizga salom berdi. Faruddi alayhissalam. Sizmo salomini iliklan, salam qaytirong. Wa qala innahu laqiya al-mushrikeena fa asabahu fi maqadimihi 73. Yani dediki, o mushriklar bilan tutuşib, oldi tarafida 73 yeridan yaralangan. Fa akhadha al-liwa bi yadihi al-yumna. Shundan tug'ni o'ng qo'lida tutqandi, asli o'ng qo'lda shamshar tutdi, so'l qo'lda bayroqni. Tug'ni o'ng qo'lga oldi. Faqutiat, o'ng qo'li kesib ketdi. Summa akhadha bil yusra faqutiat. So'l qo'lda tutibdi, so'l qo'li kesib ketdi. Va qala innahu degan, ya'ni Cafer mana so'zlab berdiki, innahu u mushriklar bilan tutishdi. Fa asabahu fi maqadimihi 73. Badinning old tarafida 73 yerda yaralandi. Fa akhadha al-liwa'a bi yadihi al-yumna. Şolan tug'ni o'ng qo'liga elidi, o'ng qo'li kesib ketdi. Summa akhadha bil yusra fa qut'at. So'l qo'lda tutildi, so'l qo'lini kesib ketdi. Mushu jarayonni Cafer radhiyallohu anhu Rasulullohga so'zlab beryapti. Fa'awwadanillahu min yadayya janahayn atiru bihima ma'a Jibril va Mikail fil janna. Ash ikki qo'lam mushriklar bilan elishgan ash janglarda Alloh yo'lida kesib ketgan bo'lg'achqa, ash ikki qo'lamning o'rniga Alloh taolo ikki qanot berdi. Mush qanot bilan jannatda Jibril Mikaillar bilan birga uchib yurayman. Akulu min samariha. Jannatning mevlaridan yeyman dedi. Va yaqulu Rasul sallallohu alayhi vasallam, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yana deydi: "Ra'aytu Ja'faran ibn Abi Talib malikan fil jannah." Men Ja'far ibn Abi Talib radhiyallohu anhuning jannatda bir podshoh sifatida tug'ilganligini ko'rdim. Mudarrajatan qawadimuhu bid-dima. Qavadim degan oldi tarafi, qo'l, putlari oldi tarafi qon bilan bo'yalgan holatda. Yatiru fil jannah. Jannatda shu holatda uchqanligini ko'rdim. Va la'alla hada wasru fi shuhratihi bi Ja'far at-Tayyar.
balki bu Ja'far radhiyallohu anhuning Ja'far at-Tayyar deb mashhur bo'lishidagi sir bo'lishi mumkin. Bu sababdan shunda atalgan bo'lishi mumkin. Qala ash-Sha'bi va mukatta tabi'inlardan kana Umar radhiyallohu anhu idza sallama ala Abdullah ibn Ja'far qala assalomu alayka ibn zil janahayn. Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhu Ja'far radhiyallohu anhuning o'g'li Abdullahga salom bergan vaqtida, shuni ko'rsa salom qilgan vaqtida bunda salom qilgan. Ey qo'sh qanotliq zotning o'g'li, sana salom bo'lsin. Va kana Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yaqulu li Ja'far radhiyallohu anhu ashbaha khalquka khalqi. Sen chiroy shakling taqib turqingmi? Mening chiroy shaklim taqib turqimga o'xshab ketdi. Yani mana bak o'xshaysa, va ashbaha khuluquka khuluqi. Sening axloq fazilatingmi mening axloqimga o'xshab ketdi. Fa anta minni va min shahmati. Shuni sen mendan va meningki pushtimdan demakchi. Va kitobda men shahmati debdi, bu xato bislib qolgan bo'lishi mumkin. Va men shajarati deb kelgan rivoyatlarda, ya'ni mening nasibimdan, mening pushtimdan degan ma'noda. Va fi rivoyatin ukhra rawaha Ali radhiyallohu anhu an Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ashbahta khalqi va khuluqi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shunday degan: sen chiroy shaklingdimi, axloqingdimi menga o'xshab ketding. Albatta, Ja'far ibn Abi Talib radhiyallohu anhu mashhur sehi mard zotlardandir. Arabildan qanday kelib, nimani so'rasa shuni berib o'tibdi. Mayli 100 ming tengilik bir narsa olib ketsin, qo'li ochiq zotlardandir. هذا ولكي نكشف عن مكانة جعفر من قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ahvol mushu. Hani biz Ja'far radhiyallohu anhuning Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ko'nglidan olgan o'rinni aniq yechib berish uchun nasuq ma rawahu Sha'bi. Sha'bi rivoyat qilgan mushu voqealikni huzuringizga sunamiz. Lamma raja Rasululloh sallallohu alayhi vasallam min Khaybar, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Khaybardan qaytganida, Khaybar yahudiylarni adablab qaytgan chaqda talaqqahu Ja'far radhiyallohu anhu oldiga chiqib kutib olgan. Yani Madinaga Habasistondan kelib turishiga Rasululloh Khaybardan qaytdi. Ondan Ja'far radhiyallohu anhu Rasulullohning oldiga chiqdi. Faltazamahu Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Shunga Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uni quchoqladi. Va qabbala bayna aynayhi. Uning ikki ko'zining o'tirgan qo'shimisiga so'ydi. Va qala la adri. Rasululloh shu chaqda shunday degan: bilmadim. Bi ayyima ana afrah. Men qaysi bakroq xush bo'lsam bo'la? Bi qudumi Ja'farning kelganligimi? Am bi fathi Khaybar. Yoki Khaybarning fath qilinganligimi? Va hada Abu Hurayrah radhiyallohu anhu yaqul. Mana bu Abu Hurayra radhiyallohu anhu deydi: "Mahtadan ni'al wa la rakibal mataya ba'da Rasululloh sallallohu alayhi vasallam afdalu min Ja'far ibn Abi Talib radhiyallohu anhu." Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan keyin qolganlardan Ja'far ibn Abi Talibdan afzal bir kishi yo'q deydi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan keyin uloq minganlardan va kash kelganlar ishida, ya'ni insonlar ishida demakchi. Mataya jamu matliya, ya'ni uloq demakchi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan keyin uloq mingan, kash kelgan, ya'ni insonlar ishida Ja'fardan afzalroq yo'q. Yaqulu kunna nusammi Ja'faran abal masakin. Biz Ja'far radhiyallohu anhuni miskinlarning otasi deb ataydik. Li shiddati birrihi bihim. Bichara miskinlarga yaxshilik qilishi nihoyat ko'p bo'lganlikdan. Va itharihim hatta ala nafsi. Hatta ularni o'zidanmi a'la bilganligi uchun. Chunki Ja'far radhiyallohu anhu mashhur sehizatlardandir. Davomliq boshqalar berib turadi. فهنيئا لجعفر بعد الذي كابده في الدنيا من مشقة وجهد. Ja'far radhiyallohu anhu mush dunyoda shunda jafo mushaqqat bilan hijrat qilib, islomiyatni qo'llash uchun mujodala yo'lida jafo tortgan zotlardan edi. Kabadahu yani tortgan. Dunyo tortgan mush jafodan keyin Ja'far radhiyallohu anhuga shahidlik martabasi muborak bo'lg'ay. ما يلقاه الآن في فسيح الجنات من نعيم وخلد. Jannatning azotchiligida mangulik huzur halovatda ko'rayotgan ashroati muborak bo'lg'ay. Alloh taolo Hazrat Ja'fardan va islom uchun barliqni otgan hamma sahoba kiramlardan rozi bo'lsin.
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين.